Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Yana shu ko'rib turgan texnikalarimiz sotiladi. Xorazm viloyati Shovot tumanida. Bu texnikalarimiz yana 2 dona imtizi tilichkasi bilan ipolokam bor ekan. Birinchi bu ko'rinayotgan videomizda yana gök traktorimiz yili 91-yil ekan mana. Puli 80 million aytilib turibdi. Endi Ro'za Ramazon oylarida biroz kelishadigan yillar ham balkim bordi. Egasi endi 80 millionda aytib turibdi buni hozircha. Motor sistemalar hammasi yaxshi remont bo'lgan ekan. Balonlari toza, yangi qo'yilgan balonlari. Shuningdek traktor imtizi 91-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi texnikamizga keladigan bo'lsak, bu yashil svetdagisi 97-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. 97-yilda puli 65 million ekan. 65 million. Buni ham motor sistemalari hammasi yaxshi. Balonlari toza ekan. Shuningdek. Endi video davomida tilichkasi ham ko'rsatiladi hozir. Tilichkasini bahosini egasi bilan gaplashaverasizlar. Tilichkasini 12-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Tilichkasi ham toza ekan hali. Yangi deb turibdi egasi. Telefon raqamlarini endi mavzuda qoldiramiz. Mavzu temada yozib qoldiramiz. Bu videoni o'zini yozib qoldiramiz. YouTube blok atishi mumkin. Shuni evazini mavzuda turadi. Telefon nomeri bemalol telefon bog'lanaverasizlar.